Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xo'p, 2026-yilda xonadonlarga asfalt bosish nechi pulga tushadi deganlar uchun mana bugun biz Farg'ona viloyati Dang'ara tumaniga kelganmiz. 200 kvadratli obyektimizga mana bir chiroyli qilib asfaltlar bosib beryapmiz. Farg'ona asfaltidan olib kelganmiz. Mayin asfaltlardan ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu yerga 2 kamastagi zasipkasiga shag'al bilan metpisoy ishlatdik. Xo'p, metpisoyda zasipkani qilib bo'lgandan keyin vibrato'rlar bilan tramvoklarni qilib bosdik. Bosgandan keyin xo'p 18 tonna asfalt kelgan balki. 18 tonna Farg'ona asfaltlar, sifatli asfalt, birinchi sort asfaltlardan bosyapmiz. Buni ko'rib ko'rishlaringiz mumkin. O'ta ham mayin bo'ladi. Qalinligini 5 cm qilib bosyapmiz. Qalinligi 5 cm. Katodan keyin qolishi 5 cm bo'ladi. Xo'p, soat 7:30-8 bo'lyapti. Ertalab 8 da kelganmiz. Ertalab zasipkalarni qilib mana bir kunda bo'lsa bir kunda ishimizni bitirib chiqib ketyapmiz. Xo'p, ukullarga keladigan bo'lsak, 5 metr bo'ladigan bo'lsa, yana 5 cm, ya'ni har bir metriga 1 cm-dan ukulon qilib berganmiz. Xo'p, eng kami 1 cm bo'ladi 1 metrga. Xohlasangiz 1,5 cm, 2 cm ham qilib beraveramiz. Xo'p, asfaltimizning narxlari, kvadratlari, tonnalari qanchalar, necha puldan tushadi deganlar uchun xonadonlarga bo'ladigan bo'lsa 1 kvadrati 60 ming so'mdan 75 ming so'mgacha bo'ladi. Joyiga, kvadratiga qarab Farg'ona asfaltidan ishlatiladi. Mahallalarga bo'ladigan bo'lsa tonnasi 600 mingdan 650 minggacha. Agar tonnasi ozroq bo'ladigan bo'lsa 650 mingdan yana ham narx ko'tarib qoladi. Uy egasidan talab qilinadigan narsa faqat tagiga ketadigan zasipkasini, ya'ni shag'al yoki metpisoyni olib beriladi. Uni yayish xizmatlari hammasi ichida bo'ladi. Agar tagiga ketadigan zasipkamiz 1 kamazdan oshiq ketadigan bo'lsa, 1 kamazdan oshig'iga yana kelishilgan holatda zasipkalarni qilib beraveramiz. 1 kamaz bilan ish hal bo'lib ketadigan bo'lsa, o'sha xizmati ichida bo'ladi. Qolgan hamma yo'llari o'zimizdan bo'ladi. Asfalt, yo'l kira, tramvovka xizmatlarimiz hamma yo'g'i o'sha narxlarda ichida bo'ladi. Xo'p, asfaltni o'zi qaysi vaqtda bosish kerak deydiganlarga, xo'p, qishda ham bossa bo'ladi, lekin asosan sezonimiz mana shu bahor, yoz, kuz fasllarida asosan bosiladi. Xo'p, meni kvadratim ozroq, 50 kvadrat, 60 kvadrat joyim bor, unga ham kelaverasizlarmi deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan holatda borilaveradi, lekin faqat narxi qimmatroq bo'ladi. Agar arzonroq tushsin deydigan bo'lsangiz, qo'ni-qo'shnilarda, mahalla-ko'yda, yaqin atrofda sizga o'xshab 50 kvadrat, 100 kvadrat joy bo'ladigan bo'lsa, o'sha 2 kishiligini qo'shib bosiladigan bo'lsa, arzonroqqa tushadi. bitta kamazda borgani uchun, ya'ni asfalt bitta mashinada borgani uchun yo'l kirani hisobiga arzonroqqa tushadi sizga. Yo'q, agar sherigim yo'q, shundan bostiraveraman deydigan bo'lsangiz, uni ham narxini kelishib turib bosib beraveramiz. Xo'p, mana kimga shunaqa asfalt xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol nomerlarni pastga yozib qoldiramiz, video tagiga ham yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xudo xolasa Farg'ona, Namangan, Andijon viloyatlari bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Like bosishni unutmanglar.